Şu yürek klapanı almastıran keseller mayli siz göç klapanı almastıran mayli metal klapanı almastıran şu yataktan çıkan diken en mühim kılgan işiniz şu hafalın yiyiş. Mayli bir talyamsız bir yarım talyamsız bunu doktorun ko'rsatmasi bo'yicha yeysiz. Yegan diken dastlabki 3 kundan keyin haftada keyin 2 haftada şu cho'qim şu ning shu onun qonun yeb chiqargan tekshiramiz. Shuning orasida bir INR deydigan bir narsa bor. Shu cho'qim 1.8 dan 2.5 oraliqda turish kerak. Agar bunda bo'lmagan chaqda shu qon qo'yilib mana qon nuqsi paydo bo'ldi ma badanda. Bu qon nuqsi degan nima desanglar, shu qo'yib degan chaqda odatda bu qo'ydan oqqan qon qitib jigarda holat bo'ldi emasmi? Shu qatgan qon nuqsi bo'lib, meningki yurakdagi ushaq tumorlarni to'sab qo'ydi. To'sab qo'ygandan keyin bu yenik bo'lsa balkim ifodasi bo'lmasi mumkin. Yoki mayga qolsa og'izdan kelib chiqib qoladigan ba'zi qanaydigan so'z deydigan mana bo'lib qolishi mumkin. Agar ini qilib qolsa odam pala chiqib qoldi, chataq chiqdi. Shu doktorxonadan chiqqandan keyin cho'qqim xavf alini doktorning ko'rsatmasi bo'yicha emas. Yegandan sart şu cho'qim shu ning shu qo'ngdan qonun yeb chiqarganligini tekshirib turmas. To'g'andan keyin shu 1.8 dan INR 1.8 dan 2.5 atrofi turdi. To'g'andan keyin shu go'sh klapan almashtirganlar 20 yildan keyin doğru to'xtasang bo'ldi. Va metal klapanlar cho'qim bir umr yeyishinglar kerak. Shu nihoyat muhim ish. Shunga diqqat qilinglar. Bo'lmasa kasal ba'zi faoliyat yo'lab qolgan chiqdi. Masalan so'raydiganlar 181 99 88 77 34 mushlarni undar qilib masalan so'rasangiz bo'ldi.